Balkoniya kompaniyasi Rossiya Federatsiyasida yurgan yurtdoshlarimizga o'zining arzon, qulay hamda ishonchli avtobus va mikroavtobus xizmatini taklif qiladi. Unda siz Sankt-Peterburg va Moskva shaharlaridan Toshkentga tez va arzon narxlarda avtobus yoki Sprinter orqali yetib olishingiz mumkin. Reyslar vaqtini ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bilib olish imkoniyatiga egasiz. Facebook ijtimoiy tarmog'ining Vera Grigoriyeva ismli foydalanuvchisi o'z sahifasiga Toshkent shahridan 70 kilometr narida joylashgan Bo'stonliq tumaniga qarashli Chorvoq suv omborining atrofi chiqindilarga to'lib ketganini isbotlovchi suratlarni joylashtirdi. Bu haqida Daryo.uz ma'lum qildi. Uning yozishicha, shamol ushbu chiqindilarni tepalik bo'ylab u yoqdan bu yoqqa qarab uchirib tashlagani sabab 1 kilometrga yaqin hudud qora va oq polietilen paketlarga to'lib ketgan. Bu yer nafaqat polietilen paketlarni, balki ichimliklar idishlarini, qurilish mollari chiqindilari, shuningdek qo'ylarning yungi-yu suyaklarini uchratish mumkin. Ushbu post ostida bildirilgan izohlarga ko'ra, bu kabi holatni suv omborining boshqa chekkalarida ham uchratish mumkin. Ayol jamoatchilikni bu kabi ifloslanishlarga qarshi kurashishga chaqirgan.